Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. O'zi kecha video olishim kerak edi, lekin video olmadim kecha, chunki vaqtim bo'lmay qoldi. Bugun ertalab olishga qaror qildim. Demak, hikoya Chexovdan o'qiymiz. Abdulla Qahhor tarjimasidan. Yovuz niyatli kishi degan bir hikoyasiga ko'zim tushdi avvalroq. O'shandan o'qisak, mana 5000 so'm kitob o'qib turish kerak. Kitob o'qisang pul topasan deydi. Demak, yovuz niyatli kishi. Undan oldin o'zi kam kishi ko'ryapmiz. 30 kishi, 40 kishi. Shuning uchun iloji boricha hozir yoqtirma tugmasini bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ysak, juda ham xursand bo'laman. Juda ham. 3 sekund kutib turing shunga. Rahmat bosganlarga. Agar bosgan bo'lsa, vaqt cho'zmay hikoya o'qishni boshlaymiz. Yovuz niyatli kishi. Sud tergovchisi huzurida tik ko'ylak, seryamoq lozim kiygan kichkinagina, nihoyat darajada ozg'in bir mujik turibdi. Uning mo'y bosgan bujur yuzlarida, qalin va uzun qoshlari ostidan zo'rg'a ko'rinib turgan ko'zlarida tund bir shiddat ifodasi bor. Qanchadan beri taroq tegmagan chigal sochlarini boshining qalpoqdek qoplab olib, chehraga yana ko'proq shiddat, o'rgimchik shiddatini beradi. U yalang oyoq. Denis Grigoryev deb so'z boshlaydi tergovchi. Yaqinroq kelib mening savollarimga javob bering. Ushbu iyul oyining 7-kuni temir yo'l qorovuli Ivan Semyon o'g'li Akinfov erta bilan seni ko'ribdi. Sen relsni shipolga biriktiradigan gaykani burab chiqarib turgan ekansan. Mana shu gayka. U seni shu gayka bilan ushlabdi. Shundaymi? Labbay. Butun voqea shu Akinfov aytganidek bo'lganmidi? Ha, shundoq bo'lgandi. Yaxshi. Xo'sh, endi aytib berchi, gaykani nega burab chiqarding? Labbay. Sen labbayni qo'yib, savolga javob ber. Gaykani nima uchun burab chiqarding? Denis shipga qaragan holda xirqirab javob beradi. Bir keragi bo'lmasa burab chiqararmidim. Bu gayka senga nima uchun kerak bo'ldi axir? Gaykami? Biz bu gaykadan cho'ktirgich yasaymiz. Kim u biz degani? Biz aholi, Klimov qishlog'ining mujiklari. Menga qara, og'ayni, sen unaqa o'zingni telbalikka solmasdan durustroq gapirsangchi. Bo'lmag'ur cho'ktirgichlar bilan boshni aylantirib yolg'on gapirma. Denis ko'zlarini pirpiratib so'zlaydi. Umrimda yolg'on gapirgan odam emasman. Endi kelib mana yolg'onchi bo'lib o'tiribman. Cho'ktirgich bo'lmasa ish bitadimi taqsir? Qarmoqqa chuvalchang yo bo'lmasa mayda baliqni o'tkazganing bilan u ulgurda cho'ktirgich bo'lmasa suvga botadimi? Yolg'onchimishman, deb iljayadi Denis. Suv betida qalqib yuradigan bo'lsa undan nima foyda? Olabug'ani olib, cho'rtanni oling, shirin baliqni oling, hammasi chuqurdagi yemga keladi. Suv betida turgan yemni oq qayroq cho'qisa cho'qiydi, u ham bo'lsa yilda bir. Bizning soyda oq qayroq o'zi yo'q ham. U baliq katta suvni xushlaydi. Sen menga oq qayroqdan gapirib nima qilasan? Labbay, o'zingiz so'radingiz-ku. Biz tomonda katta boylar ham baliqni shunaqa qilib tutadi. Eng yaramas bir bolani olgan vaqtingizda ham cho'ktirgich bo'lmasa baliq ovlamaydi. Albatta tushunmagan odam bo'lsa boshqa gap. U cho'ktirgich bo'lmasa ham ovga chiqaveradi. Ahmoqqa qonun yo'q degan gap bormasmi axir? Demak, sen o'sha gaykani cho'ktirgich yasash uchun burab chiqargan ekansan-da. Bo'lmasamchi, nima uni soqqa qilib o'ynardimmi? Cho'ktirgich uchun qo'rg'oshin yo miltiq o'qi yo bironta mix topib ishlatsang bo'lardi-ku. Qo'rg'oshin ko'chada yotgani yo'q. U pulga keladi. Mix bo'lsa yaramaydi. Gaykadan boshqasi qo'l kelmaydi. U ham og'ir, ham tayyorgina teshigi bor. Jinnilikka soladi-ya o'zini. Go'yo kechagina tug'ilgan u yo bo'lmasa osmondan tushgan. Bu gayka burashning oqibati qanday bo'lishini bilmaysan, hoy ispast. Agar qorovul ko'rib qolmasa, poyezd izidan chiqib ketib, qancha odam o'ladi. Sen odam o'ldirgan bo'larding. Odam. Ey Xudo saqlasin taqsir, nega odam o'ldiray?
Nima, biz dinsizmidik yo yovuzmidik? Xudoga shukur, janobi taqsir, yoshimiz shungacha yetib odam o'ldish tugul, unday narsalarni o'ylaganimiz ham yo'q. O'zing saqla. Parvardigorim rahming kelsin. Gapingizni qarang-a. Xo'sh, seningcha poyezdlarning ag'anashi nimadan bo'ladi? Bir ikkita gaykani burab chiqardingmi, ag'anaydi ketadi. Denis iljayadi. Ishonmagandek bo'lib, tergovchiga ko'zini pirpiratib qaraydi. Yo'q, necha yildan beri butun qishloq gayka burash bilan tirikchilik qilsak ham, shu kungacha Xudo o'zi saqlab keldi. Mana endi ag'anash, odam o'ldirish degan gaplar chiqib turibdi. Men uning relsini olib ketsam, yo bo'lmasa aytaylik, yo'lga bitta yarimta xodani ko'ndalang qilib qo'ygan bo'lsam, ana unda poyezd ehtimol ag'anardi. Bu bo'lsa, nihoyati bir gayka xolos. Gayka-ya? Sen axir tushunsangchi, relsni shipallarga o'sha gaykalar bilan biriktirib qo'yadilar-da. Buni biz yaxshi bilamiz. Biz axir hammasini burab olmaymiz-da, qoldiramiz ham. Telbalarning ishini qilmaymiz. Tushunamiz. Denis esnab og'zini cho'qintiradi. O'tgan yili shu yerda poyezd ag'anab edi, dedi tergovchi. Sababi endi ma'lum bo'ldi. Nima dedingiz? O'tgan yili deyman, bir poyezd izidan chiqqandi. Shuning sababi mana endi ma'lum bo'ldi. Ha, bildim. Siz mehribonlarimiz shunaqa narsalarni bilish uchun bilimdon bo'lgansizlarda. Xudo fahm berganda, kimga berishini yaxshi bilgan. Siz mana bunday deb darrov gapning fahmiga yetdingiz. Ammo anavi qorovuling'iz bir mujikmasmi? Hech narsaning fahmiga bormasdan odamning yoqasiga osilib sudrayveradi. Avval bir narsaning fahmiga borgin, undan keyin sudradi. Mujik bo'ldimi, miyasi ham mujikka yarasha bo'ladi. Janobi taqsir, buni ham daftaringizga yozib qo'ying. U meni 2 marta lunjimga, yana tag'in ko'kragimga mushtladi. Ana bunisi. Sening uyingni tintigan vaqtda yana bitta gayka topibdilar. Bunisini qachon va qayerdan burab olganding? Siz anavi qizil sandiq ostida yotgan gaykani aytyapsizmi? Qayerda yotganini bilmayman, ishqilib senikidan topganlar. Qachon burab olgansan? Uni men burab olganim yo'q. Uni menga anov Semyon Ko'rning o'g'li Ignashka bergan. Men haligi qizil sandiq ostidagisini aytayotibman. Ammo tashqarida chanadan topilganini mikrofon ikkovimiz burab chiqarganmiz. Qaysi mikrofon u? Petrov mikrofon. Eshitganmisiz? O'zi to'r qilib boylarga sotadi. Unga haligi gayka ulgurdan juda ko'p kerak bo'ladi. Har bir to'rga men sizga aytsam 10 tadan ketadi. Menga qara. Jazo qonuni majmuasining 1081-moddasida aytilganki, basharti biron kimsa yomon niyat bilan temir yo'lga biron zarar yetkazsa, agarda mazkur zarar natijasida o'sha yo'lda ketayotgan transport xavf ostida bo'lsa va u ishning natijasida falokat ro'y berishini u kimsa bilsa, tushundingmi? Bilsa, bu burab olishning oqibati qanday bo'lishini sen bilgansan albatta. U kimsa katorga ishlariga yuborilmoqqa hukm etiladi. Siz yaxshi bilasiz albatta, biz nodon odamlarmiz. Biz nimani bilardik? Sen hamma narsani bilasan, hozir yolg'on aytayotibsan. O'zingni telbalikka solasan. Nega yolg'on aytay? Ishonmasangiz qishloqqa borib so'rang. Cho'ktirgich bo'lmasa, yelim baliqdan boshqa narsa tutib bo'lmaydi. Toshboshi baliqdan bemaza baliq bormi dunyoda? O'sha ham cho'ktirgich bo'lmasa dinmaydi. Tergovchi kuladi. Ha, oq qayroqdan ham gapir bo'lmasa. Bizning soyda oq qayroq bo'lmaydi. Qarmoqqa kapalakni o'tkazib cho'ktirgichsiz tashlasak, qo'shbosh baliq ilinadi xolos. U ham onda-sonda. Bo'ldi, jimlik cho'kdi. Deniz og'irligini goh u oyog'iga, goh bu oyog'iga solib, ko'k movut yopilgan stolga qaradi. Zo'r berib kiprik qoqdi. Qarshisida go'yo movut emas, quyosh ko'rinayotganday. Tergovchi shoshilib yozadi. Biroz jimlikdan so'ng, men endi ketaveraymi? So'radi Deniz. Yo'q, men seni mirshablarga qo'shib qamoqxonaga jo'nataman. Deniz kiprik qoqishdan to'xtab, qalin qoshlarini ko'tarib, to'raga savol nazari bilan qaradi. Bu nimasi? Nega qamoqxonaga yuborasiz, janobi taqsir? Sira vaqtim yo'q, hozir bayram bozorga jo'nashim kerak. Yegorda tuzlangan cho'chqa moyi pulidan 3 so'm qoluvdi, o'shani olmasam bo'lmaydi. Jim tur, xalaqit berma. Qamoqxonagamish. Biron gunohim bo'lsa mayli-edi, borardim. Yo'qsa bekordan bekorga quruq tuhmatga-ya. Bo'lmasa nimaga axir? O'g'irlik qilgan bo'lmasam, mushlashgan bo'lmasam, oliq-soliqdan boqimanda qolgan deb o'ylasangiz, janobi taqsir xotirjam bo'ling. Oqsoqolning gaplariga ishonmang. Siz anavi to'radan so'rang taqsir,
U oqsoqoldan iymon degan narsa yo'q o'zi. Jim tur. Denis haliyam jim turibman deb g'o'pillaydi. Xatlash vaqtida oqsoqol juda orttirib yozgan. Buni men qasam ichib tasdiqlayman. Biz o'zimiz 3 og'aynimiz. Kuzma Grigorovich, cho'nonchi Igor Grigorovich, undan keyin mana men Denis Grigorovich. Sen menga xalaqit berayotibsan, deydi tergovchi so'ngra qichqiradi. Hoy Semyon, olib bor buni. Ikkita salobatli askar kelib, uni mahkamadan olib chiqib ketarkan, Denis yana so'zlaydi. Biz o'zimiz 3 og'aynimiz. Birining gunohiga biri javobgar emas. Soliqni Kuzma to'lamasin, u javobini men Denis beraymish, sudyalar. Attang burungi xo'jayinim katta general o'lib ketdi-da, Xudo rahmat qilgur. Yo'qsa siz sudyalarning toza adabingizni berardi. Adashmasdan yaxshi bilib hukm qilish kerak. Ursang ham mayli, lekin gunohim bo'lsa ur. Insof bilan ur. Yaxshi hikoya, menga yoqdi. Tugadi. Bu hikoyada bilmam, qishloqdagi sodda odamlar tasvirlangan. Ammo lekin biroq eng asosiysi yovuz niyatli kishi bu o'qimagan, fahm farosatsiz, ilmsiz inson deb tasvirlanyapti xolos. Shu. Hikoyadan katta bir chuqur bir mazmun chiqarib bo'lmaydi. Shunaqa gaplar. Obuna bo'lib qo'yamiz.